Askiya degan gap bor. Azkiya deyiladi. Z bilan aytiladi, S bilan aytilmaydi. Azkiya degani zakovat degani, aqlli degani, zehnli degani. Bunaqa gaplar o'sha zakovatli, zehnli odamlardan chiqadi. Odamlar buni buzib, hadi tanbeh beradigan, boshqa qiladigan antagonist odamlar bor, ular ham o'zining yo'liga ketaveradi. Payg'ambar Rasululloh doim tabassum bilan yuringlar degan. Bir-birlaringizga tabassum bilan qaranglar degan. Shatidan bitta gap aytib qo'yib, masalan, uyda o'tiribsiz, ertamadan bola chaqangiz bilan bir tabassum qilib kulib chiqib ketsangiz, ashe uyingiz kechgacha Xudoning rahmati yog'ib turar ekan. Xotiningizdan bola chaqalar, voy dadastir olib xursand bo'lib shura qiladigan xotinni mantiq qilib qo'yar ekan. Mastava qiladigan odamni xotiningiz palov qilib qo'yar ekan. Ashuni kuldirib, tabassum bag'ishlab chiqib ketganligi uchun Xotanboy aka, keyin yo'lga ko'chaga chiqsangiz, insonni bir yaxshi ko'rgan, yomon ko'rgan odamni ro'paraga kelib qoladi-da. Hali odamga qarab tabassum qilib, qaranglar, yaxshiliklarmi desangiz, ichi o'tib ketgan, nakot urmatdan, so'zmatdan nakot qilib qo'ygan. Bildingizmi? Uchinchi tabassum esa mana tanigan, tanimagan odamni ko'rib tabassum qilib, yaxshimisiz, yuribsizmi, assalomu alaykum desa, bu ham sadaqa savobida bo'lib, ay nakat, baxil, bir so'm pul bersa jon chiqib ketadigan odamlar hech bo'lmasa odamlarga kulib yursa debdi. Hech bo'lmasa kulib tabassum. Shuning uchun bugungi bu bizni Mahkamboy birodarimizning xonadoniga hamma sohaning vakillari, mana ruhoniylar, dindorlar, tashqarida tijoratchi, siyosatchi, hamma cherchilar yig'ilibdi. Amin. Alloh taolo shu uzoq manzillarni bosib, tog'lar oshib, qorlar oshib, mehri toshib kelgan bu mehmonlar, yana Mirzajonga o'xshagan bir qancha tashqarida, ichkarida mehmonlar bordir. Shu mehri muhabbat bilan kelganliklari uchun cheksiz bularga rahmatlar bo'lsin. Shu odamlarga Marg'ilonda odobi, axloqi yuqib qolsin. Marg'ilonda axloqi nima? Marg'ilonliklar to'raparast bo'ladi. Ya'ni sayyidlarni, payg'ambar avlodlarini juda hurmat qilgan odamlar. Shuning uchun bu yerda yuksak odob, axloq, ma'naviyat yetukligi shundan. Bildingizmi? Qo'qonliklar eshonparast bo'ladi deydi. Ular ham sofiy, taqvodor, huquq deydigani. Toshkentlar nima bo'ladi bilasizmi? Buni Hazrat Yovdon boboga aytgan buyurtmi? Toshkentlar saxovatparast bo'ladi degan. Qo'l ochiq saxovatli bo'ladi. Hali ketaganda ma'lum bo'ladi. Ana undan keyin Namanganliklar xudoparast bo'ladi deydi. Xudoparast. Andijonliklar nima bo'lar ekan? Qur'onparast bo'ladi deydi. Shuning uchun biz vodiyni-yu vohaniyu hamma Turkiston xalqi hamma sohada butun dunyoga ustoz bo'lgan odamlarning avlodimiz. Shuni unutmaylik. O'sha ajdodlarimizning yo'lini nima el netib topsin meni, men o'zligimni topmasam deydi. O'zligimizni topadigan vaqtimiz keldi. Mana shu mehmonlar nima qani Mahkamboy? Chetdamisiz, mol dunyolaringiz ko'payib ketsin uka. Yaxshi bola ekansiz. Bu shuncha odamni chaqirib, shu odam shunchani yegib olish ham oson ish emas-da. Uncha bo'lar-u, bir ikkita qo'y so'rgan bo'lsangiz kerak, Xudo xohlasa. Buncha odam. Yana yigit to'rtta to'yadigan boy bo'lib ketmasin. Xudo beraversin. Berdi subhon, beraverdi sulton. Bermasa subhon nimani beradi sulton? Beraveringlar, Xudo ham beraveradi. Mana bu butun hozir olamni ko'rib turibmiz, bilib turibmiz. Bu yayrashlar, bu sayrashlar bitta narsaga bog'liq. U juda ulug' narsa, juda qiyin narsa u. U nimasi? Tinchlikdir. Tinchlik saqlash, tinchlik yurish, tinchlikning ming xil turi bor. Uyingizdagi tinchlik, ishingizdagi tinchlik, mana bu dunyoning tinchligi, davlatlararo tinchlik, olami ahvol hammamizga ma'lum. Parvardigor hammamiz vaqtinchalik dunyoga oz muddatga yaratilganmiz. Shu dunyomizda tinch yashaylik, omon yashaylik. Bir-birimizni ko'rganda, otamizni, enamizni ko'rganda odam bo'lib yashaylik. Bir so'z bilan aytganda tinchlik bo'lsin. Rahmat.